Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan hovli joy toza solingan, yashalmagan 2 qavatli 380 kvadrat metr Urganch G'oyuvda Toshkent stilda, Toshkentskiy proyektda solingan hovli joyni sizlar bilan ko'rib, birgalikda obzor qilib chiqamiz. Sizlardan bir dona like bo'lsin, bizani ko'rib kuzatib boravering. Ko'chalarni e'tibor beradigan bo'lsam, dosh to'shalgan, kengina ko'cha, endi garaj qismi bor. Demir eshik, ben tarafta joylar satılgan. Hozir shu bir dana uyg'uloviy qismi qolgan. Demir eshiklarni ko'rib chiqamiz. Shuni kirgandan keyin Toshkent fasonmonidan keyin ko'pchilik biladi, oldinda yana bog'i, zeleniy zonasi bor. Yine darvoza, garaj taraf qismi introvertingdan qilgan. Oyoq teglari burchatga. Yine tayyor burchatga mulu bo'linchisi. So'qillar mramor qilingan. Suv to'sishlar kelgan. Stupinkalar elde mramordan. Yine havlu joyimizin oldi kısmı balkonu bor. Bir emas 2 balkonu bor. Yonbosh tarafından balkonu bor, eldinden boyna balkon. Bismillah deb içine giremiz. Havlu joyining ichkari qismına girdik. Girgan yerimiz uchun proxod bo'ladi aziz yurtdoshlar. Chap tarafında yine rakvinalar ham chiroyli. Yine sifatlisinden qilingan zerklar bor. Jalyuzilar qilingan tortmali rakvinadan qimmat. O boydan chiqib turibdi. Patologlar illyustradan 10 tarafda yine prixoshka qismi bo'ladi azizlar. Oynalar deshana qaragan. Dim fayzi, dim bir ajoyib chiroyli hovli joy. Hammaga nasib etsa shunday joylar. Ben hol qismi dalana girdik. Dalana girdik yine hol qismida shunday katta yana dalan bo'ladi. Ben ikkinchi qavatga chiqib ketadigan joyi. Dalan sizlar bilan hozir birinchi qavatni ko'rib danışib chiqamiz aziz obunachilar. Yine zerkal aytib qo'ydilar. Yan tarafına. Televizor koyuş joyi. 10 tarafta bir xona bo'ladi, ya'ni zal qismi. Bismillah deb giramiz. Bu ham o'zicha bir svet berilgan. Toza yana Euro remont, hozir remontdan lyustralar qo'yilgan. Oynalar ko'chaga qaragan yine. Obunachilar. Ajoyib. Oyoq teglari laminat pol. Shuna ham e'tibor beringlar. Keyin to'ra o'tamiz. Yine setlanib tayyorlab qo'yganlar. To'ra o'tgandan keyin yana bir 10 tarafda bir xona chiqadi aziz obunachilar. Bu yerlar ham ajoyib kengina, dor emas. Lyustralar qilingan patologda. Oboydan chiqib turibdi. Oynalar deshana qaragan yonbosh tarafida. Eshiklar MDF eshikda har doimgidek. Do'rga giramiz endi. Do'rga girgandan keyin boni bizada orada sanuzel banyo yine hem bir kafilden çıkıp tuttu. Acayip bulup aristonlar var. Unitaz, vanna var. Rakvina var. Kuxnya 10 tarafta kuxnya joylashgan bo'ladi. Kuxnyani garniturlar tayyor. Fartuqlar qilingan rakvinalar gap turibdi, gaz plitalar. Xullas tayyor holatda. Yine oynasi ham deshana qaragan. Kuxnyani garniturlar ham bor. Patolog. Ajoyib figura qilinib, yine lyustralar qo'yilgan oshxonasi. Kuxnya. Ben taraf bog' taraf bo'ladi. Arka taraf pojanli xotona egayina, ben tarafdan arka tarafdan ham girikchasiz bo'ladi. Bellar pastlarim burchatga qilingan aziz obunachilar. Oshxonasi kuxnya. Eshiklar MDF'da. Endi isamiz. Ajoyib. Feyzi, Allah. Aziz obunachilar, sizlar bilan endi ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Pastda shunda 1 2 xona bo'ladi umumiy. Yana endi yuqori qismiga kelamiz. Yana lyustra qilingan. Chiroyli shunday bir lyustra olmasa tayyor holatda. Yana tachonkalar ham ajoyibdan qilingan perivalar. İkinci qavatga chiqqanimizdan keyin o'ng tarafga qayrilsak, zalning ustida ham bir zal tushgan bo'ladi. Zo'rmonchilar. Akfa radiator batareya oynalar deshana qaragan. Shuni chiroyli bo'lib turibdi. Remontdan chiqib lyustra qilingan. Gap yo'q.
Birden çıktığımızdan ki 10 tarafa yürüsek balkon. Balkon. Tashqariga qaragan balkon qismi bo'ladi. Gengina. Keyin ben tarafdan yursak. Zinadan çıkıp doğru da 10 kolda yine bir xona bo'ladi. Oboydan chiqqan chiroyli bo'lib, restoranlar qo'yilgan ajoyib bo'lib turibdi esa bolalar. Keyin doğruga yursak sanuzel. İkinci qavatından sanuzel, ya'ni hojatxona bonisi bor. Aziz obunachilar, shularni e'tibor beringlar. Ajoyib ikkinchi etajdan qilingan. Oyoq tiyinlar ham men kafeldan chiqib turibdi. Chiroyli bo'lib. Keyin o'ng tarafda yana bir xona joylashgan bo'ladi. Deski spalnya qo'ysam bo'ladi. Restoranlar, aynalar tashqariga qaragan. Ajoyib. Ben taraf yana bir balkon, arka tarafında. Qar. Yine. Narxini eshitadigan bo'lsangiz, aziz obunachilar, sizlar bilan obzor qilib chiqdim. Narxi 120 ming dollar deb turibdilar. Xudo xolasa naqd pul bo'lsa kelishiladi. Yine toza joy. Ajoyib, 120 ming dollar. Yoqqan bo'lsa birdan like-ni bosib qo'yinglar. Hammaga nasib etsin shunday hovli joylar, shunday xonalarlar. Kime nasib etsin de durgan olsa oluvchiga nasib etsin. Bugungi videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlar ham joylaringizni sotsak bo'lsangizlar, yo bo'lmasa joy olsak bo'lsangizlar, bizlarga murojaat qilsangizlar, sizlarga sotishda yordam beramiz. Xudo xolasa, keyin joylarni ko'rsatib, xarid qilib berishingizda ko'maklashamiz. Like basmagan bo'lsangiz, yana bir marta aytaman, bir dona like bosib qo'ying. Ko'proq odamlar tarqalsin. Bizlarni ko'rib kuzatib boring. Kanalimizga agar yangi kuzatuvchi bo'lsangiz, kanalimizga podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang sizlar. Sog' salomat bo'linglar.